Assalomu alaykum azizlar. Xurshid To'rayevning oldiga keldik. Toshkent markazida, Mirobod tumanida terminal loyihasi qurilyapti. Start berilgan. Lekin men boshqa maqsadda kelganman. Umuman bunaqasi bo'lmagan. Bismillah. Assalomu alaykum. Xurshid Aka, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Alloh xayrli qilsin. Salomat bo'ling. Manfaatli bo'lsin. Lekin men bu haqida gaplashgani kelganim yo'q. Meni boshqa maqsadim bor. Chunki reklama qiladiganlar son mingta, juda ko'p narsalar manfaat ustiga qurilgan, hamma bilib turibdi. Men sizga bir taklif aytmoqchiman. Bizning hurmatimiz shu yaxshilik yo'lida shu loyihadan necha foiz siz chegirma qila olasiz? Loyihani o'zi joy qimmat qilib o'rganimiz yo'q. Biz endi Toshkentga yangi kirib kelyapmiz. O'zi bilasiz, muddatlarimiz ham 48 oy. 48 oy. Loyihamiz ham sentrda boshlang'ich to'lovi yo'q. Keyin bu joyimiz ham uzoqda, chetlarda, markazdan uzoqda emas, markazda. Shuning uchun 5% siz og'rinmasdan biz uchun 5% bera olasiz. Alloh rozi bo'lsin. Ya'niki shu 5% bizniki. Azizlar, bu unikal loyiha. Qaysi ma'nodaki, mana ko'ryapsiz, bizning yondashishimiz ham boshqacha. Aeroportdan bir qadam, vokzaldan ham 2 minutlik, 2 daqiqalik yo'l, Mirobod bozoriga ham 1000 metr adashmasam. Juda ham yaqin. Juda ham qulay, yo'lning yuzida. Mana ko'ryapsiz, juda ham bashang, juda ham chiroyli, hashamatli va qulay har taraflama. Ayniqsa Toshkentga keladiganlar, viloyatliklar, tadbirkorlar uchun juda zo'r imkoniyat bu. Qolaversa, mana hozir biz sizga 5% lik unikal bizning nomimizdan kelsangiz chegirma imkoniyatini beryapmiz. Faqatgina buni nimaga ishlatishingizni men hozir aytaman. 5% bitta sharti bor. Xurshid aka. menga ham qiziq rostdan. 5% ni sharti bor azizlar. Chunki 5% anchagina pul bo'ladi, yaxshigina pul bo'ladi. Biz sizga azizlar 5% chegirma so'rab kelgan insonni, albatta bular hamma hisob kitobni qilib bo'lgandan keyin bizga bular telefonlarini berishadi va biz bilan bog'lab qo'yishadi. Bizni qaramog'imizdagi oilalar bor. Yillar davomida muammosi yechimini kutayotgan yetimlarimiz, miskinlarimiz, zaiflarimiz, nogironlarimiz, bu o'zimizning aziz vatandoshlarimiz, xuddi o'zingizning qaro ko'zlaringiz, farzandlaringiz kabi aziz bolalarimiz. Shularning muammolari hal bo'lmaganlar juda ko'pda. Har bitta mana shu 5% chegirma olgan insonga biz bitta oilani biriktirib beramiz. Ya'ni qaramog'imizdagi olingan oilalarimiz. Xohlasangiz shu 5% ni bittada olib borib bering. Faqatgina bitta sharti, farzandlaringiz bilan boring. Bu qadriyatlarni ko'rsinlar, mehr uyg'onsin, bu rishtalar tiklansin, yaxshilikka sabab bo'lsin, bu an'analar davom etsin. Xohlasangiz 48 oyga agarki bo'lib olgan bo'lsangiz, 48 oyda bo'lib bering. Xohlasangiz o'sha plastik kartalarga tashlab bering, xohlasangiz o'z qo'lingiz bilan oziq-ovqat ko'rinishida olib borib bering. Lekin nima bo'lsa ham mehr ulashing, saxovat ulashing, ihson qiling va qolaversa biz Xurshid aka bilan hozir mana shu 5% ni Alloh taolo eng kamida 10 dan 700 gacha beraman degan bo'lsa, sizning davlatingiz yanada ziyoda bo'lishiga, boy bo'lishingizga sabab bo'lgan bo'lamiz. Qarang, subhanalloh, bu qancha inson a? O'z bilmagan holatda yaxshilik karvoniga bir qo'shilib qolgan bo'lasizda. Bundan oldin men sizga ihson qiling deganda ehtimol ihson qilmagandirsiz. Ehtimol ihson qilgandirsiz. Ihson qilganlar ham bor, ihson qilmaganlar ham bor. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Men hech narsani majburlayotganim yo'q. Lekin bahonalaringiz bor edi-da. Xudo xolis boyib ketsam qilardim derdingiz. Yana nimadirlarni qarzim bor derdingiz. Yana boshqa. Ana endi hozir men o'z qo'lim bilan sizga pul olib qo'lingizga beryapman. Bunda o'ylab qarang, men hozir pulni 5% pulni, meni pulimni menga berilgan pul edi. Bu menga berilgan chegirma edi. Shuni men o'z qo'lim bilan olib sizga beryapman. Endi olib borib bering. Faqatgina endi o'z oyog'ingiz bilan olib borib berish qoldi, xolos. Juda ham yaxshi, juda ham kuchli narsa o'ylabsiz. Bitta 5% ham bizni korxonamizga savobi qolyapti, ham bizni korxonamizga ishongan, bizdan uy xaridor sotib olgan xaridorlarimizga savobi yetyapti. Qolaversa sizga bitta o'q bilan ikkita quyon urishardi, sizniki 5-inchisi bor. Bunaqasi bo'lmagan azizlar, bunaqasi bo'lmagan. Albatta keling. 5% qarang, bu go'zal imkoniyatda va bu faqatgina shu yerda ishlaydi. Keling, choping, ulguring, chunki Toshkent markazida, Mirobod tumanida haqiqatan juda ham go'zal. Bolalarimiz kirib hozir mana syomka qilishdi, puxta, mustahkam qurilyapti. Yaxshi bir mahsulotlardan qurilyapti. Qolaversa, yaxshi insonlar quryapti, insof, diyonatli insonlar qurishyapti. Mana keldim, iltimos qildim, 5% chegirmani hech og'rinmasdan taqdim etdilar. Mana endi men o'zimdagi 5% ni sizga berdim.
shuni endi olib borib berasiz. Keling, farzandlaringiz bilan keling. Bu uydan Xudo xolisa inshaalloh men ham xarid qilaman. Qo'shni bo'lamiz. Endi qattanligini hozir qidirishga to'g'ri keladi. Mana bundoq qarab ko'raylik. Keling aka. Ozgina tushuntirib bering. Bu uyimiz 16 qavatdan iborat, bir 700 ta xonadon, zamonaviy har doimgidek o'sha bolalar maydonchalari, suv sport majmualari, tennisni kortlar, 2 qavatli avtoturargohlari bor. Hamma narsasi bor. Xullas Toshkentga yarashadigan loyiha qilingan. Bu ayniqsa viloyatlardan kelib Toshkentda ish bitirib ketish uchun juda qulay. Loyihamizni yaqinda sotuvini boshladik. Boshlaganimizdan tezda anchasi yurib ketib qoldi o'zimizga. Terminal deyishni ma'nosida. Terminal yaqin. orqamizda terminal bilan bir devorimiz, yigitlar shunaqa terminal deb nomlaylik dedi. Biz mana bugun terminal loyihasida unikal bir ishga qo'l urdik. 5%li juda ham tez tugaydigan nodir chegirmalarga ulgurib qoling. Bu zo'r imkoniyat. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Sizdan rozi bo'lsin, Xurshid aka. Kasb-koringizga barokat bersin. Siz hozir loyihamizni nomini terminaldan yoki yaxshilar yoki barakaga o'zgartirib qo'ydingiz. Endi keladigan odamlar faqat uy oqtarib emas, savob ilinjida ham keladigan bo'lishdi. Xursand bo'ldim. Men juda ham xursand bo'lganim, bu g'oya ertalab bomdodda keldi, namoz payti keldi. Mana juda ko'p mana shu fayzli insonlarga manfaatli bo'lgan odamlarning og'ziga tushgan yaxshi loyihalarimni g'oyalar mana shunday paytda keladi-da. Boshida menga 5% berasizmi deganingizga qo'rqib ketdim. Bu loyihani 5%i falon pul bo'lib ketadi deb, keyin maqsadingizni tushungandan keyin biz o'zimizni ishimizni bajarar ekanmiz-da, o'rtada boshqalar bizni mijozlarimiz qiladigan savobga sherik bo'lar ekanmiz. Juda ham hozir siz o'zingiz bilmagan holatda juda katta miqdorda ehson qildingiz. Bu ehsonlaringizni yaqinlaringiz, ota-onangiz nomlaridan, o'zingiz nomingizdan Alloh taolo qabul qilsin. Va biz ham bunga sherik bo'ldik. Bizdan ham Alloh taolo qabul qilsin, ajrini savobini ko'paytirib bersin. Bu Xudo xolasa hammasi qoladi, ketadi, lekin u yerda ham biz imorat quryapmiz. Ana shu imoratlarimizga bu chiroyli bir fundament bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin. Ulgurib qoling. Terminal loyihasida 5%li chegirma, juda tez tugagan chegirma. Ulguring, choping. Quyidagi telefon raqamlariga albatta bog'lang. Qolaversa kelganingizdan so'ng qizlarimiz, bu yerdagi xodimlarimiz bizni yigitlar bilan sizni bog'lab berishadi va siz o'z-o'zidan yaxshilik qilguvchi bo'lasiz. El yurtga xizmat qilguvchi bo'lasiz. Bu bilan yurtimiz yanada obod bo'ladi. Qalblarimiz obod bo'ladi. Alloh hammalarimizdan rozi bo'ladi inshaalloh. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga. Salomat. Rahmat, xush kelibsiz.